Assalomu alaykum barchaga. Bugun podkastimizning ikkinchi soni va bugungi mehmonimiz Farruh aka Chambarak. Professional darajada 14 yil bo'ldi. 2011-yildan beri faoliyat yuritamiz. O'zingizda hamda chempion haqida o'zingizda va nimaga aynan chempionni xarid qilganingizni ozgina gapirib bersangiz. Salondan yangi mashina olib chiqib, bozorda sotardi. Oldingi va hozirgi zamonda taqqoslaganda mashinani oldi sotsa qanchalik o'zgardi? Hayolimga ham kirib chiqmagan 5 yildan keyin men Xitoy mashina yuraman. Men hozir BYD yuraman. Ko'p avtosalonlarga chiqdim, taklif bilan uzoq muddatga test drivga beringlar deb. Hech kim bermadi. O'zbekiston bozorida mavjud bo'lgan avtomobillardan siz 2 oy o'zingizga yoqqanini qidirdingiz. Men uchun hozir BYD eng komfortli mashina, haydagan mashinalar ichida. Shunaqa momentlari bor. Misol uchun avtosalonda test drivga 10 ta mashina turibdi. 10 ta klient kelyapti-da, 10 ta klient ham olib ketib qolsa, bir oy uslovni yo'q mashina. Mendan ko'p so'raydi. Eng zo'r mashina qaysi mashina deydi. Men aytaman, eng zo'r mashina Ford aytgandek, yangi mashina deyman. Faqat u to'g'ri tanlangan bo'lsa deb. Assalomu alaykum barchaga. Bugun podkastimizning ikkinchi soni va bugungi mehmonimiz Farruh aka Chambarak. Assalomu alaykum. Va bugungi mavzumiz, podkastimiz mavzusi trading, ya'ni avtomobilingizni alishtirish, yangilash deydimi. Va shu bo'yicha bir nechta savollarimiz, misol uchun mana o'zingizlar kuzatgan bo'lishingiz kerak. Qanaqa qilib Farruh aka shu BYD ga va imенно trading orqali avtomobil xarid qilganlar, bundan oldin qanaqa tarixlar bo'lgan, boshqa bo'lgan, qanaqa qulayliklari bor yoki minuslari bor, shu haqida bafurcha gaplashib o'tamiz. Va podkastimiz boshidan oldin eslatib o'taman, eng yaxshi kommentariya yoki eng yaxshi deganda qanaqa kreativ, eng qiziqarli savol yozib qoldirgan kuzatuvchimizga 10 martalik moyka vaucheri taqdim etiladi. Podkastimizni boshlashimizdan oldin Farruh aka keling birinchi o'zingiz haqida gapirib bersangiz, qanaqa qilib hozirgi faoliyatingizga kelib qolganingiz haqida gapirib bersangiz, hammaga qiziqarli bo'lardi. Assalomu alaykum. Meni tanimaydiganlar uchun meni ismim Farruh Niyazaliyev. Avtomobil sohasida, avtomobilsozlik sohasida ishlab chiqarishda 14 yildan beri ishlayman. Undan oldin ham avtomobil bilan qiziqib faoliyatimiz aloqasi bo'lgan. Professional darajada 14 yil bo'ldi. 2011-yildan beri faoliyat yuritamiz. Lekin blogerlikka случайно, то есть tasodifan kirib qolgan odamlardan bittasiman. Endi kimdir plan bilan xohlab, целенаправленно kiradi-ku, meniki случайно o'zim kutmagan holatda o'sha sohaga kirib, hozir mana 1 yildan oshdi faoliyat yurityapmiz. Kanalimiz nomi Chambarak, ko'pchilik so'raydi ma'nosini. Buni ham nom tanlashimiz qiziq bo'lgan. Keyingi sonlardan balkim yana kelib qolsak aytib berarman vaqt bo'lganda. Lekin Chambarak so'zining ma'nosini yozib qoldiringlar. Balkim bilmaydiganlar bordir. Yana bitta qiziq bu aytdingiz-ku, kommentariy qoldirganlar deb. Именно mana shu BYD egalari ko'radi-ku endi bu videomizni. BYDda sizlarda qanaqa muammolar ko'p qiziqtiryapti, qanaqa muammolarga duch kelyapsizlar, qanaqa narsalarni ko'proq olib chiqishimizni xohlayotganinglarni yozib qoldirsanglar, balkim o'sha Instagram sahifalarimizdagi keyingi videolarimiz, reelslarimiz, o'sha mening texnik taraflarni ko'proq yoritishga harakat qilaman. Именно sizni bergan savolingiz bo'yicha biz kontent yaratishga harakat qilamiz. Sizni nima qiynayapti? Masalan, BYD mashinasini to'g'ri foydalanish, uni zaryadlash, yana qanaqadir nima deydi, ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollarni ham kommentariyada yozib ketsanglar bo'ladi. Albatta, faqat qiziqarli yozishinglar shart emas. Sizlarni qiynayotgan masalalarni yozsanglar ham yoritishga harakat qilamiz. Hammaga foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Hamma biladi, obunachilaringiz ham biladi, yaqinda siz o'z avtomobilingizni almashtirdingiz. Ya'ni BYD Champion DMI, ya'ni gibrid full 150 kilometrlik oldim. Xo'p. Bu avtomobilga kelishingizga bo'lgan yo'lni aytib bersangiz, misol uchun siz ancha ko'p qidirdingiz o'zingizga ma'qul bo'lgan avtomobilni. O'sha haqida gapirib bersangiz. Okay. Birinchi mashinam Matiz bo'lgan. Matiz Best bo'lgan. U paytda student paytimizda institut o'qirdik, 3-kursmidi, 2-kursmidi.
mashina savdosi bilan shug'ullanardim. Avtosalondan yangi mashina olib chiqib bozorda sotardik. Shunaqa paytlar bo'lgan, endi u paytda mashina olish qiyin bo'lgan, narxlar vashsi baland bo'lardi. Bitta qora rangi uchun 3000-2000 dollar farq qilardi. Mashinangiz ikkita bir xil mashina, bittasi masalan stalnoy, bittasi qorami, o'sha qorasi 2000-3000 dollar ko'proq pul ketadi. Nexia 1, Nexia 2 payti, Nexia 2 yangi chiqqan payti 2008-2007-yillar haqida gapiryapman. O'sha paytda mashina olib chiqardik. Student paytimiz, endi nimadadir yo'l bilan pul topishimiz kerak. Avtomobilga qiziqamiz. Kstati, Toshkent avtomobil yo'llar institutida o'qiyman. O'sha paytda avtomobil sohasida transport vositalarini ishlatish va ta'mirlash yo'nalishi bo'yicha muhandislik qilib, keyin o'sha paytdan boshlangan mehr mashinaga. Avtosalondan yangi olib chiqardik, bozorga sotardik. To есть nima deydi, chaqovchi deydimi yoki ana olib sotar deydimi? Da, perekupshik. Perekupshik. O'sha paytda ko'pchilik meni ismimni bilmasdi, avtosalondagilar, student edi. Chunki men obeddan keyin kelardim desam menga. Savol berardi, nimaga kech kelyapsan dedi. Men darsdan kelyapman, studentman desam bo'ldi. Meni ismimni hech kim bilmasdi, student edi hamma. Eng yosh men bo'lardim. Lekin shu paytda bir kun sotilib ketardi mashina bor-ku. Hech qanaqa u paytda men OLXlar yo'q, internet yo'q, anaqa bor endi rivojlanmagan, bu rivojlanmagan bo'lgan, da. Одноклассники, Мой мир, ana Mail.ru agentlarda chatlarda yozishib yurgan paytlarimizda endi Telegram yo'q, Instagram yo'q. O'shanaqa paytda faqat alo telefonda bozorchilarga navodga berib yuborasiz, mashina chiqyapti. Hozir oformit qilib olib chiqaman deb, sразу klient topadi. Hammasi telefonda bo'lardi. Lekin bir kun sotilardi. Men hech qachon mashinamni 2-3 kun, bir haftalab olib o'tirmaganman. Kerak bo'lsa avtosalonga kelib olib ketib qolishardi. Shunaqa payt bo'lgan, chunki vaziyat shunaqa bo'lgan, tizim shunaqa edi. То есть defitsit, import kam, modellar ham kam, vыбор kam. Odamlar уже nima deydi, endi hozir o'zgardi, bemalol bo'lib qoldi-ku. Nafaqat o'zimizniki, balki butun dunyo mashinalari ham kelyapti o'zimizga. Da. Hozir vashshi muammo-yu. O'sha paytda shunaqa edi. Endi foydalanganmiz. Baribir siz qilmasangiz kimdir qiladi, why not? Keyin xo'p, savolga qaytamiz. Birinchi mashinam Matiz bo'lgan. Undan keyin Nexia haydaganman. Keyin Gentra haydaganman. Keyin Yevropada birinchi olgan mashinam Volkswagen Golf bo'lgan, 1,5 ming dollargami, 1700 gami olganman. Eski mashina. Buzilib jonim ketardi. Har kuni remont. Keyin 3 oy qidirib Mercedes W104 kuzov olganman, 50 ming yurgan, rosa chotki edi. Orqasiga odam o'tirmagan, narsa ham yo'q. Hamma kelib, ayniqsa turklar ko'p qiziqardi o'sha modelga-da. U joyga qo'yib qo'ysangiz, yuvib tozalab, hammasi kelib turib, qayerdan olding, sotmaysanmi deydi. Keyin qaytib kelganimdan keyin o'tdan 1 yil yashaganimdan keyin bu yerda yana Malibu oldim, как раз 19-yil 2 turbo chiqqan paytda. Uni ham sotdim, Gentra haydadim, mana shunaqa. То есть oxirgi haydagan mashinam Cobalt 1 yil. Aniq 1 yil haydadim. Cobaltdan keyin ana hozir aytganingizdek Chempion gibrid full versiyasini olganman. Siz bizada длительный тест-драйвga, ya'ni ko'p muddatli test-drayvga Chazor avtomobili bilan Chempion avtomobilini olgandingiz. Xo'p, Chazor haqida o'zingizda o'tsingizni hamda Chempion haqida o'tsingizni va nimaga aynan Chempionni xarid qilganingizni ozgina gapirib bersangiz. Kstati, mana shu test-drive temasini yaxshi ochdingiz. Men bozor o'rgandim-da, o'zi mashinani alishtirishimni olib keladigan bo'lsa, nimaga men mashinani alishtirmoqchi bo'ldim? То есть Cobalt legenda, lekin zo'r. Vashshi 1 yil umuman faqat moyni alishtiraman, benzin qo'yaman bo'ldi. Shunaqa. Xadovkasi ham zo'r, hamma taraflama. Ko'proq komfort xohladim. Yengilash kerak-da, o'zbekmiz-ku. Ko'proqni xohlaysiz. Komfort xohladim deb bozor o'rganishni boshladim. Bozorga chiqdim, har xil modellarni ko'rdim. Meni oldimda 3 ta anaqa bor edi. Yo'nalish. Apros qildim o'zimni подписчиklarim orasida. O'sha klassический DVS, ya'ni benzin dvigatel. Ikkinchisi gibrid variant, uchinchisi full elektrik, ya'ni to'liq elektrikda yuradigan mashina.
de o'zim ichimda gibrid olgim kelyapti. Ham tokda ham benzinda ham yuraverasiz. Da. Endi u yerda kriteriya qanaqa bo'lgan? Men ko'p sayohat qilaman, viloyatlarga, uzoq joylarga boraman, kerak bo'lsa Qozog'iston, Qirg'izistonlarga borib kelaman, qarindoshlar bor yoki yana boshqa ishlar bilan, yana boshqa joylarga ham borish proyektlar bor. O'shanga eng zo'r alternativa endi men to'liq elektrikada qiynalib qolishim mumkin deb gibridni endi tanlamoqchi bo'lib turibman. Undan tashqari yana hali yana unga kelamiz. Keyingi kontentlarimda shu gibridni mashinani olib chiqqim kelyapti endi. Muammolar hozir endi hammada aktualniy bo'layotgan, bozorga yeng kirib kelgan yo'nalishda endi bu. O'shanga apros qilsam ham eng ko'p ovozli gibrid oldi. O'shaning uchun keyin bo'ldi demak men gibrid olar ekanman deb bozorga bordim. Avtosalonlar. Birinchi bozorga otayim bozor, onayim bozor, Sergeli bozorga bordim. U yerdagi mashinalarni o'rgandim. Вторичный rynok, ya'ni ikkilamchi bozor. Haydalgan mashinalar narx-navosi qanaqa bo'lyapti, yengillarniki qanaqa bo'lyapti. Keyin avtosalonlarga kirishni boshladim sekin, har xil modellarni o'rganishni boshladim. Hech qaysi bir test drive'ga borku, uzoq muddatga bermadi. Maksimum 5-6 kilometr. То есть avtosalondan chiqasiz, bitta kruq qilib kelasiz. Bo'ldi. U mashinani his qilishingizga borku, shu mashina siznikimi bilishingizga yetarli emas-da. Qo'pol qo'yayotganda siz uylanmoqchisizda, uylanganmisiz? Yo'q. Xudo xolasa. Uylanmoqchisiz, men bu yo'lni tanlamang. Uylanmoqchisizda, bizda traditsion qanaqa bo'ladi? Kelin yangasi bilan chiqadi, siz shunaqa. Kelingiz bilan yoki kim bilan chiqasizda, yarim soat gaplashasizda, siz javobingizni aytish kerak. Javobingizni aytishingiz kerak, shu qiz sizga to'g'ri keladimi? Qiz ham javobini aytish kerak. Siz yoqdingizmi, yoqmadingizmi? U to'g'ri tanlovmi? Albatta yo'q. Mashina deb Kimga qanaqa va? Ya, uzr. Men hech qanaqa bu anaqa temada chuqurlashmoqchiman. Просто misol tariqasida aytyapman. De, mashinada ham xuddi shunaqa-da. То есть mashinani ko'ryapsiz, ko'rinishi chiroyli, yaxshi, de, funksionallarni qilib. Lekin haqiqatan u sizni mashinangiz, siz xohlagan mashinami yo'qmi, his qilishingiz uchun kamda bu 4-5 kilometr. O'shanga men ko'p avtosalonlarga chiqdim, taklif bilan uzoq muddatga test drive'ga beringlar deb. Hech kim bermadi. Mana hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, avtosalon egalari zo'r, masalan, maslahatim sizlarga, agar biznesinglarni rivojlantirmoqchi bo'lsanglar, avtomobillarni uzoq muddatli test drive'ga berishga yo'lga qo'ysanglar, men o'ylashimcha, imенно siz sotayotgan mashina yoki avtosalonda sotuv ko'payadi. Bizda O'zbekistonda menimcha yo'q unaqa variant. Hamma shu qisqa muddatga beradi, to есть ya'ni qisqa joyga beradi, aylanadi bu. Marshrut bo'yicha. Da, endi siz ko'rmagan odamingizga uzoq muddatga berib yuborishingiz mumkin emas. Endi buning uchun qanaqadir sxema yaratsa yaxshi bo'lardi. Reyting, ya'ni qancha yillik opiti bor, qanaqa mashinalar haydagan, to есть haqiqatan, to есть qiziqish yaxshi bo'lsa, to есть endi uni menimcha o'sha sohada yuradiganlar ko'proq tushunadi, uni o'zi sxemasini qilsa bo'ladi. Aytmoqchimanki, zo'r fikr bo'lardi, yo'nalish bo'lardi. Ya'ni uzoq muddatli test drive'ga bersa, chunki men bu praktikani, tajribani chet elda ko'rganman-da. Amerika bozorlarida, Yevropa bozorlarida mashina uzoq muddatli test drive'ga beradi. Endi bizda tangani orqa tarafi ham bor-da. Qanaqa ma'noda, agar mana shunaqa длительный test drive qilinadigan bo'lsa, endi fikrim meni ham bizda shunaqa narsa borki, buni men 5 kunga oldim. Katatsa qilib yuribman mashinada. Xo'p, olmasam ham-da endi. Yo'lkalarni boshqa narsalarim ketdi. Boryapman, alishtirolmayman, boshqa avtosalonga boryapman. O'tgan yana 5-10 kunga olman. Shundan qilib aylantirib, bir oy misol uchun men tekinga yurdim. 10 ta avtosalon bo'lsa, 10 oy, 10 hafta bemalol yuribsiz mashinalar. Nimaga mumkin emas? Siz o'sha solishtirishingiz kerak-ku. Birinchi mashinani solishtirdingiz, ikkinchini qaysi bir yaxshiligini bilishingiz kerak-ku. Endi определенно misol uchun to'g'ri, bu narsa ham o'rinli. Biznesdan kelib chiqadigan holda qaraydigan bo'lsak, zapros soni bor. Ya'ni unaqa длительный test drive'ga qancha odam olaman deydi, mashinani podstavkasi yokida deyli, uni iznosi bor. Shunaqa momentlari bor. Misol uchun avtosalonda test drive'ga 10 ta mashina turibdi. 10 ta klient kelyapti-da, 10 ta klient ham olib ketib qolsa, bir oy uslovni yo'q mashina. Okey, lekin siz 10 ta potensialniy klientingiz bor-da, o'sha olganlar menimcha agar haqiqatan mashinangiz sifatli bo'lsa, aniq uverin bo'lsangiz, yaxshi bo'lsa,
u keladi oladi sizdan mashinani. Agar sizdan mashinangizdan kamchilik topolmasa oladi. Faqat endi bu yerda o'sha tangani orqa tarafida deysiz-ku, bu yerda endi o'sha podachaga ham bog'liq, to'g'ri otsenkadan baholashga ham bog'liq. Ya'ni sizdagi menejer, sotuv menejeri o'sha odamni nima xohlayotganini yaxshi baholab, to'g'ri mashina bera olsa u oladi. To есть, masalan, menga Sigulni berib qo'ysa, aka chempionim yo'q, Sigulni haydab, mana bir hafta haydab keling desa, men bir hafta haydab kelib, Sigul olmasligi mumkin. Chunki bu men xohlayotgan mashina emas. Agar men student bo'lsam yoki tam uylanmagan bo'lsam, olgan bo'lardim balki, masalan, byudjetim poзволяет qilsa. Lekin men xohlayotgan narsa segment, masalan, chempionmi, menga chempion berdi, menga yoqdi oldim. Qanaqa yondashishingizga ham bog'liq-da, bu siz o'sha klientni qanaqa обработка qilishingizga bog'liq. To'g'ri. Ну, baribir ham mana bizani kuzatib turganlar izohlarda o'zingizlar yozib qolinglar. Qaysi biri to'g'ri? Mana shunaqa длительныйgami yo Menimcha bizani kuzatayotganlarning 99 emas 100% bor-ku, hozir za deydi. Chunki men test drive qilayotgan paytimda meni подписчиklarim ham menga yozdi hammasi. Длительный test drive qiladigan joy bor ekanmi deb. Hammaga qiziq shu narsa. Hammaga shu narsa kerak. Chunki bizani bozorda unaqa hali yo'q. Siz nomer 1 bo'lasiz. Tushunasizmi? Zo'r narsa. Xo'p, savolni uzolashib ketib qolmadikmi? Yo'q. O'sha hali javob bermadim menimcha savolingizga javob. Xo'p, qayerga keldim? Test drive'ga oldim. Chazorni haydab ko'rdim bir hafta, chempionni haydab ko'rdim bir hafta. Ikkalasi ham gibrid. Ikkalasi ham gibrid, chunki men уже gibrid tanlaganman-ku. To есть men уже maqsadim gibrid mashinasini olish. Lekin Chazor menga yoqmadi. Nimaga? Yoqmagan degan mashina yoqmadi emas. Men aytdim-ku bo'ya, mashinani yaxshi komfortni, to есть yengil, baland уровеньga o'tkazmoqchiman dedim. Endi men Cobalt haydab yurgan odam, 1 yil haydab yurgan odam, Chazorga o'tib qoldim-da, katta projekt ko'rmadim-da. Ikkalasi ham sedan. Da, ikkalasi ham sedan kuzov. Katta kichikligi, to есть boshqaligi hammasi da komfort ko'proq. To есть Cobaltga qaraganda buni komforti ko'proq, преимуществоsi ko'proq. Lekin menda ana katta anaqa bo'lmadi-da. Men xohlayotgan, men xohlayotgan narsalarni men Chazorda topmadim. Keyin chempion haydadim. Chempionda to есть masalan любой mashinada kamchilik bo'ladi, lekin o'sha kamchilikni men xohlayotgan narsalarni bu yoqda topganim uchun unga ko'rmadim, qaramadim, e'tibor bermadim. ya'ni ощущение-da o'sha siz o'zingizga qidirgan emotsionalniy ощущениеңiz. Любой mashinada kamchilik bo'ladi. Ko'pchilik savol beradi-da, "Mana mashina yomon" deydi. "Mana mashina bo'lmabdi" deydi. "Mana mashina musor" deydi. Bo'lmagan gap. Agar kimgadir mashina yoqmayaptimi, kimdadir mashinadan kamchilik topyaptimi, demak o'sha odam noto'g'ri mashina haydab yuribdi. Bu aytdi-ku, ana kelin masalasida. Shunaqa. Masalan, bitta kimgadir yoqmagan qiz kimgadir yoqadi. To'g'ri. Uni nima deydi, o'sha umr yo'ldoshi boshqa joy emas demak. Masalan, siz bitta chiqqanda uylanib keturmaysiz-ku masalan. 4 ta, 5 ta, kimdir 10 ta, kimdir va 50 ta, masalan bitta og'aynim bor, meni kamida 50 marta uchrashuvga chiqqanda, keyin tanlagan. O'shanaqa, to есть odam tanlovni agar to'g'ri qilsa, o'zi xohlayotgan, nima xohlayotganini birinchi bilib, keyin o'sha narsani topsa, u mashina albatta unga yoqadi. Undan kamchilik topmaydi. Bizda nima bo'ladi? Kimdir haydayotgan bo'ladi, og'aynisi maslahat beradi, Ol deydi. ol deydi, yoki keladi, qanaqa ekan deydi, zo'r ekan deydi. Deb bosib oladi. Lekin uni xohishi bilan buni xohishi bir xil chiqmasligi mumkin, yoki bu foydalanayotgan mashinani yo'nalishiga bu boshqa maqsadda foydalanishi mumkin. O'shaning uchun eng zo'r, mendan ko'p so'raydi, eng zo'r mashina qaysi mashina deydi. Men aytaman, eng zo'r mashina Ford aytgandek, yangi mashina deyman. Faqat u to'g'ri tanlangan bo'lsa deb. Bizda hali bilmadim, hammada desam noto'g'ri bo'lib qoladi. Ko'pchilikda o'sha narsa oqsoqlikda-da, to есть mashinani tanlov momenti. Shoshamiz biz. Mashinamizni sotganmiz. Hozir bu temaga kelamiz, trading mavzusi endi. Qo'limizda pul bor. Mashina pul, mashimizda pul bor.
xuddi kimdir mendan pul olib qo'yayotgandek bir kunda yoki o'sha kunni o'zida yoki bir haftani ichida o'sha pulga mashina olib qo'yishim kerak. Yo, masalan, men mashinani tanlovga 2 oy ketdi. Okay? Men Cobalt'imni alishtirish niyatim uyg'ongandan keyin 2 oydan keyin mashina oldim. O'zbekiston bozorida mavjud bo'lgan avtomobillardan siz 2 oy o'zingizga yoqqanini qidirdingiz. 2 oy analiz qilib, birinchi qilgan qadamim nima bo'ldi? Mana agar ko'pchilik ko'rayotgan bo'lsa, endi bilmadim, kimlardir bilar, bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun maslahat sifatida birinchi qilgan ishim, men nima xohlayapman? Nima uchun men mashinamni alishtiryapman? To есть Cobalt 1 yil hali yoshga to'lmagan mashinadan kamchilik yo'q-da hali. 10 oy haydaganman. Faqat расходник, ya'ni moyni alishtiraman, filtrni alishtiraman, benzin quyaman, bu o'sha A tochkadan B tochkaga olib boryapti. O'sha hammani ish qilyapti, lekin men komfort xohlayapman. Alishtirishim kerak. Bo'ldi, men oldinga maqsad qo'ydim, endi aytaman. Men nima uchun mashina alishtiryapman? Boyagina aytganimizdek level up. Komfort bilan. Xo'p, menga qanaqa komfort kerak? Men birinchi o'zimga kerakli narsalarni sanab chiqaman. Menga head-up display bo'lsin, cruise control bo'lsin, adaptivniy cruise control bo'lsin, climate control bo'lsin, panoramli lyuk bo'lsin, SUV bo'lsin, ya'ni crossover kuzovdagi mashina bo'lsin, gibrid bo'lsin. O'sha bu komfort masalasida tanladim deylik. Keyingisi kriteriyalarımdan bittasi zapchastda muammo bo'lmasin. Servisda muammo bo'lmasin, ya'ni ustalar uni tuzatishga qiynalish kerak emas. Bu mashinalar qanaqa bo'ladi? O'zbekistondagi ommabop mashinalar bo'ladi. Eksklyuziv mashina olib kelib qo'yasizda, biror bir joyi xudo saqlasin buzilib qolsa, oylab yotadi. Chet eldan zapchast olib kelasiz. U zapchast olib kelish hozir muammo emas. Bitta topib berishadi, просто transportirovka 2 kun, 3 kun uzoq borsa bir hafta ketar vaqt. Lekin uni tuzatishga usta topish juda ham qiyin. Usta ham topasiz, zo'r, masalan, o'sha mashinani yoki mashina sohasini yaxshi tushunadigan usta bo'lishi mumkin. Lekin imенно shu mashinangizni u har kun tuzatmaganda. U o'rganadi internetdan, YouTubedan. O'sha zapchast tushadimi? Tushsa qanaqa alishtiradi? U birinchi diagnostikani o'rganadi. Qanaqa uni diagnostika qilish kerak, asl muammosini topish uchun. Aytaman-ku, mashinangiz oylab yotadi. Meni biladi, mana shu eksklyuzivniy ommaboplashmagan mashinalarni egalari meni tushuntiribdi, agar biz yozib oringlar. Haqiqatan eng katta muammo ommalashmagan mashinani olishchi o'sha servis bo'ladi. O'shaning uchun mendagi kriteriyalardan bittasi ommalashgan brend bo'lish kerak, mashina bo'lish kerak. Zapchastdan muammo qilishim kerak emas, servisdan muammo qilishim kerak emas. O'shalar hammasini qo'ydim. Bu meni talabim, okay? Keyin ketdi. U mashinada kim yuradi? Onam yuradi. Albatta. Onam, men aytaman, mana shu Chazorni test qilganimda ham, Chempionni test qilganimda ham birinchi uyga borib, oyimni o'tkazib, shahar aylanib, sraz o'zim so'rayman. Onam yoqdimi? Birinchi o'tirib tushishlariga qulaymi? Sideniya komforti, hamma taraflama gaplashib ketaveraman. Ular bilmaydilar nima xohlayotganimni. Men prosta gaplashib ketaman-da endi. Ularga bilmagan holatda menga o'zib beryaptilar, feedback beryaptilar. Bo'ldi, men onamning fikrlarini bilib oldim. Keyingisi ayolim. Keyin bolalar. Bolalarimni spesialni maxsus o'sha kuni parkka boraman, bozorga boraman, bog'chaga boraman, uni tushib chiqishi, orqada o'zini komfort his qilishi. His qilasiz baribir. O'shaning uchun aytaman-da, uzoq muddatli test drive u eng to'g'risi bo'ladi. Siz 4-5 kilometr aylandirdingiz, bu yana boshqa boyagi temaga qaytamiz, uzr. 4-5 kilometr faqat o'zingiz yurdingiz-da, u mashina faqat sizga emas u. O'shaning uchun mana shu narsalarni nafaqat o'zingizga, boshqalarga ham qulaylikdan hammasini atsenki qilib bo'lib tanlasangiz, bu u mashinadan zo'r mashina yo'q sizga, okay? Endi oxiri o'sha budjetga taqaladi. To есть o'sha narsani men budjet bazorat qila olaman. O'shaning uchun Jiguli haydab yurgan odam Matizga o'tirsa, wow deydi. Lekin Gentra'ga o'tirib haydab yurgan odam Matizga hech qachon yaxshi mashina demaydi. O'shaning uchun nima deydi? Yomon mashina yo'q, noto'g'ri mashina yo'q. Prosta noto'g'ri tanlangan mashina bo'ladi. Shu savolingizga javob,
menimcha javob berdim. Ha. Chazor bilan chempionni haydaganimdan keyin uzoq muddatga nima uchun Chazor emas chempion tanlaganim. Mana shu sanab o'tgan kriteriyalarim bo'yicha shu moshinani tanladim men. Ko'pchilikda endi hozir menimcha bo'lmasligi mumkin. Endi hamma import mashinalari ko'paydi, Xitoy mashinalari ko'paydi. Boshida baribir hamma qo'rqqan. Miflar, stereotiplar. Sizda bu qanaqa o'tgan? Mana shu jarayon. Aytaymi? 5 yil oldin ulgida yomon ko'rardim Xitoy mashinasini. Nimaga? Xitoy mashina haydamaganman. Lekin Xitoyga ko'p komandirovkaga safarga borardik biz ishdan. Xitoy mashinasida taksida ko'p yurardik. Pretenziyam yo'q. Lekin men o'zim foydalanmaganman-ku, ulardagi muammoni bilmayman. Lekin yoshligimizdan qolib ketgan-ku miyamizda. Xitoy sifatsiz, Xitoy arzon, Xitoy bunaqa deb. Stereotiplar bor. Stereotip qolganda, o'shaning uchun hazm qilishim qiyin bo'lgan. Xitoy mashinasini. Men 5 yil oldin hayolimga ham kirib chiqmagan. 5 yildan keyin men Xitoy mashinasida yuraman. Men hozir BYD yuraman. Xo'p, siz Cobalt avtomobilingizni chempionga almashtirdingiz. Trading bizda dastur bor, o'sha dastur bilan almashtirdingiz. Xo'p, aytib bersangiz, obunachilarimizga qiziq bo'lishi mumkin. Shu almashtirish niyatiga kelganingizdan keyin chempionni avtosalonimizdan olib ketgan paytingizgacha bo'lgan narsalarni ham gapirib bersangiz, o'zingiz his qilgan narsalarni. Xo'p, aytdim-ku boya 2 oy yurdim. tayyorgarlik, Da. atsenka qilib, bozorni o'rganib, mashinamni narxladim undan oldin. Ana akkauntlarda, to есть o'zimni Chambery kanalimda approslar qildim. Odamlarning fikrini bilaman, necha pul ketsa bo'ladi deb. Oladiganlar bormi? Endi priblizitiv narxni chiqarib olishingiz kerak-ku, orientovka qilish uchun. Bu mashina sotgandan keyin ikkinchi mashinani olishim uchun yana qancha ustiga to'layman. Hammasini bozorga bordim. Hozir issiqda va bozorchilarga to'zim bersam, biza paytda bunaqa emas edi, lekin ko'cha tep anaqa bozordan navestekda o'tirishibdi bolalar va 50 gradus. Ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni priложение, ilovalar orqali hozir ko'p ketgan-u, oldin bizdagi qiyin bo'lmagan. Hozir alternativalar bor, har xil. OLX bor, Avtoelon bor, yana A-bozor bor. A-bozor. Endi hozir A-bozor yangi-ku, men hozir ana oldingilardan boshlayapman endi. OLX bor, Avtoelon, Dilik, yana qanaqadir priложениялар bor. Keyin mana hozir A-bozor chiqdi. Eng arzoni bor, tan boshqasi bor. Birinchisi qo'rqdim men. Hozir boraman, mashinamni yerga urib yuboradi. Undan ko'ra men bozorda sotganim yaxshi. To есть lekin men davlat ishida ishlayman-da, meni bo'sh vaqtim yo'q-da. Men 2 kun bo'sh vaqtim bor. Shanba, yakshanba. Shanba kuni men kontent olaman, video. Yakshanba kuni oilamga ajratishim kerak. Единственный haftasida 1 kun. Bolalarim bilan birga bo'lishga vaqt bor-da, lekin men mashina sotadigan bo'lsam, mashina oladigan bo'lsam, o'sha kuni ham yo'q ketyapti-da. To есть ajratishim kerak. Men 1 kunda sota olmaymanmi yo'qmi? Hali u ham noma'lum. Men xohlagan narxga 1 kunda sotish yo'li bor. Uning uchun arzon berib olishingiz kerak. Men kim arzon ketishingiz kerak, a? Kim arzon bergisi keladi? Uni hech kim bergisi kelmaydi. Hozirgi kunda. O'shanga A-bozor keldim. Ya'ni BYD tanladim deganimdan keyin bolalar bilan gaplashyapman-da. Men A-bozor mashina olib qolishni bilardim. U yerda video qilganmiz, boshqa qilganmiz. Lekin men avtozonni A-bozor bilan kollabdaligini xabarim yo'q edi. Menejerlar aytibdi, "Aka, deyapti, nima mashinada yurasiz?" deyapti. Cobalt desam, "Sotmadingizmi?" dedi. Keyin, "Yo'q, shuni sotishim kerak, sotsam keyin kelib doplata qilaman." "Yo'q, desam, "Bizda bor-ku trading" dedi. Shunda ham o'zbekligimga boraman-da, ishonch sal odam xavotir etsa qo'yadi-da. Hozir borsan, yerga yurib borsa kerak deyman-da. Bo'pti, mayli deyman. Bo'pti, mayli dedim. Ketdim. Shuni yaqin Axtun qo'lidagi servisda, ya'ni servis emas, avtosalonda, ya'ni BYD avtosalonida turib A-bozorga keldik. Tapovoch mostdagi. Orasi qancha? Bir 2-3 kilometrmi? 2-3 kilometr. 4 minut, 5 minut vaqt. Shunday mashinaga o'tirdik, keldik. Olib kirib ketishdi diagnostikaga. Test qilib olib, hamma kraska bo'lmaganmi, mashina. Endi men bitirman mashinaga o'veraman. Bolalar 20 tami chiqishdi, savdolashdik. Birinchi narx past berdi. Bekorga bozor emas. Bekorga bozor. Ular ham endi foyda qilishga tushunama.
past narx berdi. Endi aytmayman qancha past berganini. Ya jinnimisan dedim, bo'lmaydi dedim. Bundan ko'ra dedim, bozor sotaman dedim. Bilib turman, bozor menga yoqmayapti. issiqda Endi aytaman baribir ham endi kim pul bergisi keladi. Ya bo'lmaydi dedim. Sodalashdim. O'zi ham yarim soat sodalashdi. Ana yomon qattiq ekansiz deyapti. Lekin ular ham olgisi kelyapti. Nimaga? Chunki yaxshi mashina. 10 oy yurgan deyapsiz. 10 oy, 11 oy yurgan. U paytda уже sotish niyatim boshlanganda 10 oy edi. 11 oy yurgan mashina, ular ham bemalol sota oladi bu mashinani. Qiynalmaydi demoqchiman. To есть kamchiligi yo'q. Rosa sodalashdi. Oxiri 11 mingga kelishdik, baraka qildik. Avtosalonda menimcha yengisi 11,5 ming, 11,600 chek. Hozirgi paytda shunaqa. Endi men endi mashinaga navorlar qilganman, monitor qo'yganman, cruise control qo'yganman, tam yana boshqa narsalar qilganman. Endi u sotilayotganda ko'pchilik biladi, hisobga olinmaydi navorotlar. 11 ming deyapti-da. Avtosalon o'ylayman. Avtosalon yengisi anaqa bo'lsa 1 yil yuraman-da, 500-600 dollar arzon sotaman. Nimasi yomon deyman-da. Davay deyman. Keyin o'g'anlarim aloqaga chiqyapti-da endi. Ana storiesdan ko'rib mashina olganim, mashinani qancha sotding deyapti-da. Avozni sotibsan, qancha sotding deyapti. Hali post qo'ymagan edim-da, stories qo'ygan edim faqat. 11 mingga aytsam, nima yediryapsan deyapti. Uyalganingdan deyapti, 11 ming deyapsanmi deyapti. Yo'q, haqiqatdan 11 mingga olishdi deyman-da. Sen gap yo'q deydi. Eng yaxshi yoqqani notarius ham o'zida ekan. Men o'yladim endi hozir ketdim, ya'ni onamni ovora qilib, mashina onam nomida edi. Ovora qilib yosh katta odam yana qayerga boramiz biz, notarius ham shu yerda, gai ham shu yerda, hammasi shu yerda ekan. Endi kutib turman-da, mashina sotildi, kutib turman-da. Menejer dedi, ketdik avtosalonga. Mashinani oformit qilamiz dedi. Pulni olishim kerak, pul bermaysan. Ya kerak emas. Bo'ldi. O'tadi. Bizga o'tib ketdi u pul dedi. Pul ushlamaymanmi deyman. Endi любой narsa sotganingizdagi pulni ko'rmasangiz. Yo'q deydi, bo'ldi уже deydi. Biz hisob kitob bo'lganmiz deydi. U yoqqa o'tib ketadi deydi. Bizga qolganini bersangiz bo'ldi. So'ragan-ku dedim. Pulamiz olib o'tirmaysiz, u poddelkami, moddelkami, dokumentlarga ham shug'ullanmaysiz, o'zingiz shug'ullanishadi. Oyim qoldilar. Oformit qilishga boshqa notariusga deb biz bordik. Mashinani ko'rdik. Yoqdi, bo'ldi. Oformit qilishga qoldirdim-da. Kelib onamni olib borgunimcha уже mashinani oformit qilib berishibdi. 20 minut, yarim soat vaqt ketdi. Mashina olib chiqib ketdim keyin. Zo'r. Menimcha bundan komfort bo'lmasa kerak. O'sha endi BYD olmanku brend. Endi hozir konkurentlar xabar qolishi mumkin-da, uzr ming bor. Boshqa BYD sotadigan anaqalar ham bor. Endi ularda trading bormi yo'qmi hozir bilmayman. Hozircha faqat BYD avtozonda trading bor. Menga именно mana shu narsasi zasiplat qildi-da. Borligi. То есть hammasi anaqa uchun. Mijoz uchun. Albatta. Yana qo'shimcha qilmoqchiman. Nimaga yana BYD tanlaganimni aytmadim shekilli. Boya aytdim komfortlari boshqalari deb. Yana bitta momentlar bo'lganda nuqta qo'yadigan joy bo'lgan. Kulminatsiya. Ya kulminatsiya demaymiz. Vishinkadan turdi. Da, vishinkadan turdi. Boyaga aytib o'tganlarim hammasi keyin yana temadan ozgina chalib olman. Ko'p savol berdi meni yaqinlarim, nima uchun ofitsial olding dedi. Nimaga ofitsial olding? Ofitsial olsang arzonroq chiqardi. Bu de keyin tushuntirib bera olmayman. Hammaga tushuntirib berish qiyin-ku. Endi uni hozir postga qo'ysam ham anaqa bo'lib ketib qoladi, hate bo'lib ketib qolmasin, boshqa qo'ymadim. Endi hozir payti kelganga aytaman. Ofitsialni olganimning eng katta kriteriyasi ofitsialniy kafolati bor. Chunki neofitsialdan olsangiz uzoq 1 yilga berish mumkin. U ham o'sha olib kirgan odam o'zini yonidan bo'yniga olib beradi 1 yillik. Endi biladi, yaxshi mashina uncha-muncha buzilmaydi. Endi urib olsangiz unga javob bermaydi. Mashina uverenda 1 yilga beradi. Undan ortiq ham bera olmaydi u. Bu 8 yil batareykaga, o'ziga 6 yil, 150 ming kilometr. U birinchisi o'sha ofitsiallik. Keyin o'sha boyagindagi vishinka na tort nima bo'ldi? Test drive chazor topshiraman-da avtosalondan. Uyga ketishim kerak, mashinam uyda. Taksi chaqiryapman, chazor kelyapti. Keyin mobilografim o'tirdi, Farhod. Kamerani yoqdi. Ana taksist bilmaydi aka. Ilhom aka ismlari eslab qoldim. Ular bilan juda ham ko'p temalar bo'ldi keyin. O'tirdim, gapga berib, savol beryapman-da akaga.
tushunmayaptilar mandan nima holyapti bu misol beraveradi deyiladi javob beraveradi 18 minut uygacha gaplashib bormiz 18 minutlik to'liq video bor uni to'liq qo'ya olmadim eng anaqasi rul chambaragi kojasi titilib ketibdi sifatsiz bilmayman endi balkim qattiq ko'p ishlatgandirlar 6 oylik mashina o'shani жаловаться qildilar nima kamchiligi bor desam bitta mana shunaqa bo'ldi dedi qolganini topib bera olmadi keyin ana postni qo'yib yubordim endi ana hali man BYD olmaganman o'zim просто test drive'dan kelyapman qo'yib yubordimda и kutib turibman qachon hit kelar ekan BYDdan de post qo'yganimdan 1 soatmi yo'q 45 minutdan keyin telefon bo'tdi assalomu alaykum desam bizni BYD Aziya Central Aziyadanmi shunaqadanmiz deyapti man avtosalon bo'lsa kerak deb o'yladim akasi kim bilsam o'sha anaqa ekan boshqaruv da o'sha yerdanmiz mana shunaqa video qo'yibsiz obbo hozir boshlandi videoyini o'chir boshqa deb aytadi desam mana shu taksistni bizga kontaktini bera olasizmi deyapti endi hozirdan taksi davlenda boshlansa kerak deb o'yladimda man nomer topib oldim keyin qo'ydi taksiga aloqaga chiqyapman okey mana shunaqa video qo'yuvdim o'zingizdan ruxsat so'rab menga BYDdan telefon qilishyapti nomeringizni so'rashyapti deb yozdim javob kelmayapti endi u menimcha kechasi ishlagan ertalab uyg'onmaganlar kechroq uyg'onsalar kerak obedgacha javob kelmadi obeddan keyin ertalab berib yuboring aka dedi bo'ldi man ulardan adabrini olib oldimmi dabro keyin ungacha BYD mana shu Central Aziya 4 marta telefon qildi aka qayta qo'yotibdi mana man majlisdaman deyapman qachon qilay deyapti 1 soatdan keyin qildim 1 soatdan keyin qo'ydi yo'q menga hali javob bermadi egasi deyapti taksida yana oxiri soat 3larda boyagi taksi nomerini berdim ularga 3da man taksi nomerini beryapmanda soat 7:30da menga taksi telefon qilyapti aka ming rahmat sizga deyapti hayronman nima bo'ldi desam telefon qilishdi man bu Central Uchastkida hozir shunaqa yangi rul turibdi nalichada shundoq borib shundoq tekinga alishtirib oling dedi o'sha moment mani o'ylantirib qo'ydi то есть ular ko'ryapti muammoni negativ давление qilish o'rniga muammoni hal qilyapti то есть klient olgan garantiyada lekin taksist menga aytyapti boshqa telefon qilganda aka deyapti man aloqaga chiqmagan edim hech kimga deyapti chunki man ishonmagan edim deyapti shu paytgacha deyapti kimdir tekinga alishtirib berishiga bo'ldi shu narsaga man rozi bo'lib haydab yurdim deyapti sizni videongiz yordamida deyapti siz sababchi bo'lib qoldingiz menga tekinga almashtirib berdi o'sha narsa menga o'sha 4lik vishinka bo'ldi aka ya'ni demak BYD o'zini mijozlari haqida qayg'uradigan kompaniya degan narsa shakllanadi bo'ldi bemalol qo'rqmasdan olsam bo'ladi тем более официальный haydab yuraman balkim 2 yil haydarman balki 3 yil haydarman lekin aniq bilaman что menda любой muammo bo'lib qolsa моментально hal qilinadi o'sha narsa menga именно BYD tanlashimga sababchi bo'lgandan bitta oxirgi kapli в чашку deydi-yu shunaqa bo'ldi mana yana bitta case o'tgan podkastimizda mana shu именно servis haqida gaplashayotgandik har xil случайларni разбирать qilib mana mana shunaqa holat unaqa holat bunaqa holat mana yaqqol живой пример ko'rishingiz mumkin qanaqa darajada g'amxo'rlik ketyapti kompaniya tomonidan kстати man keyin tushundim sizlarni tizimni BYDni hali bilmasdim hierarxiya qanaqa BYD Central Aziya то есть bosh ofis deydimi yoki bosh o'sha boshqa ofis bo'lib keyin уже har bir diler ulardan anaqa oladi to'g'rimi distributor bor ya'ni O'zbekistonga shu brendni olib kirgan va dilerlar keyin уже subdilerlar va shu man o'yladim endi hozir muammo agar hal qilinadigan bo'lsa ham sansorlar qilib keling tekshiramiz u qilamiz qayerda borini topamiz endi haftalab yursa kerak desam 3 soatda hal qilibdi aka man 3da unga nomer beryapman 7:30da уже almashtirib bo'lib menga telefon qilyapti taksi egasi sразу telefon qilganda nalichani tekshirganda man bu Central Uchastkida как раз u ham sizlarni avtosalonimizda oldida BYD servis da o'sha как раз o'sha yerdan almashtirib ketibdi deb man o'ylayman avtozon bilan Central Aziya nima aloqasi bor
desam aka suv ustida deb turadigan anaqa instansiyaga. Shunaqa. Xo'p, shu bilan siz avtomobilingizni trading bilan almashtirdingiz. Hozirgi paytda bizda siz misol uchun avtomobilingizni avtosalonga borib, bozorga borib tradingda mashinangizni almashtirgan bo'lsangiz, hozirgi paytda bizda sayyor trading bor. Misol uchun agar sizda ishingiz misol uchun ishdan bo'shamay qolgan paytlaringiz, misol uchun 10-15 minut vaqtingiz bo'ladi. O'shani misol uchun telefon qilsangiz, bizning mutaxassislarimiz o'sha turgan joyingizga borib, Tushlik payti. misol uchun tushlik payti mashinani turgan holatida tekshirib sizga baholab berishadi. Misol uchun agar sizga yoqsa, misol uchun siz aytaylik shu BYD chempion olmoqchi bo'lgan bo'ldingiz gibridni, chaqirasiz. Agar bergan narx ularga sizga agar ma'qul kelsa, mashinangizni haydab olib ketishadi. Siz misol uchun o'sha kun kechki payt bilsangiz 9 dan 9 gacha ishlaydi avtosalonlarimiz. Misol uchun 9 ga yaqin borib, bemalol avtomobilingizni olib chiqib ketishingiz bo'ladi. Xo'p, bu funksiya faqat Toshkentda bormi yoki boshqa viloyatlarda ham bormi? Hozirgi paytda faqatgina Toshkentda bor, xudo xolasa boshqa misol uchun viloyatlarda ham bor. BYD Navoiy, BYD Jizzax hamda BYD Farg'ona, xudo xolasa ularda ham rejalashtirilmoqda shu narsa. Zo'r narsa, zo'r funksiya. Masalan, men o'zimdan bilaman, dushanbadan jumaga ishlayman, 9 dan 6 gacha ko'p narsani man ulgurmayman. To есть ishdan tashqari demoqchiman-da. Tushlik paytida tushligimdan kechib biror bir narsalar qilishga harakat qilaman. Masalan, bankka borsam ham, hozir banklar endi tushliksiz ishlayapti-ku, yaxshi-da funksiya. Shunaqada. To есть bankdagi ishimni shu tushlik paytda qilib kelishga harakat qilaman. Ishdan keyin 6 da chiqsam, уже 6 dan keyin hech qanday ishlamaydi, boshqa qilmaydi, возможностьim yo'q. Boya aytgandek, shanba, yakshanba dam kuni odamlar oilasiga yoki biror bir narsaga plan qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun zo'r funksiya. Bu hozirgi o'sha aytgandek sayyor trading ajoyib. Bu o'sha ishbilarmon vaqt ajrata olmay o'sha dilerstvo ofitsial dilerga kela olmayotganda ajoyib zo'r narsa bu. Demak, bu trading na выезд ekanda. Shunaqa, выездной trading. Выездной trading. Va bundan tashqari hozir aksiya ketyapti. Bizada mana trading orqali xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun $10,000 $10,000 $10,000 edi. Mashinangiz baholanib sotilsa, sizga $200 Qo'shimcha bonus. bonus. Menga berishmadi. 11 mingga sotildi. Paytda yo'qmidi hali. Yo'q. Endi bo'ldi, o'tgan oy adashmasam. Mana shu oy iyul Sal shoshib qo'yman-da. Iyul hozir. Shunaqa. va $100 qolib ketibman-da qurib. $20,000 dan boshlab bo'ladigan bo'lsa $300 va 40,000 dan oshsa $500. Shunaqa pul mukofotlari bor, Tipa bonuslari. cashback. Shunaqa desa ham bo'ladi. Qo'shimcha bonus. O'sha mashinangiz narxlangan ustiga yana shuncha qo'shiladi. Va u faqatgina BYD Avtozon va Bozor orqali qiladigan bo'lsangiz, ko'rib turgan raqamlar ekraningizda ko'rinadi. Bemalol call centerga telefon qilib, Reklama ketdi. batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Va shu qilishda davom etadigan bo'lsak, keyingi savol. Xo'p, qarang, hozir bizda aytayotganimdek trading degan endi yaqinda paydo bo'ldi bu narsa. Oldin misol uchun bilsangiz, anchadan beri o'sha mashina bilan shug'ullanasiz. Xo'p, oldingi va hozirgi zamonda taqqoslaganda mashinani oldi sotsa qanchalik o'zgardi? Imенно shu trading, hozirgi paytda o'sha trading, almashtirish. Endi qarang, aka, ilgari mashina investitsiya hisoblanardi. Ya'ni pul ko'paytiradigan manba. Hamma bilardi, mashina olsam 10 mingga 13 ming sotaman. Tim bo'lsa sразу olib chiqdim salondan, Aha. 13 ming sotaman. Agar yana unga navorotlik qilib, boshqa qiladigan bo'lsa, yana ko'proq, bir yil ichida kamroq probegi bo'lsa, nimadirlar bo'lsa, 15 ming, 16 ming, 17 ming ketaveradi. То есть mashina olish juda ham qiyin. Agar mashinangiz olsangiz, u sizni pulingizni nafaqat saqlab turadi, balki tug'diradi degan, ko'paytiradi degan omil sifatida qaralardi mashinaga. Investitsiya hozir o'zgardi. Bozor o'zgardi. Keyin ilgari mashina olish qiyinligini hisobiga mashina alishtirish chastotasi ilgari o'sha mashinani dostupnostdan kelib chiqardi. Qancha mashina borligi, ya'ni bu yil nechta mashina import bo'ldi, nechta mashina ishlab chiqarildi. Hozir o'zgardi bozor. Hozir import ochilgan, siyosat o'zgargan. То есть juda ham multi brendli bo'lib ketdi bozor. Bundan даже ustalar ham ko'p qiynalishyapti. Ilgari faqat 4 ta 5 ta mashina turdagi mashinani
servis ko'rsatgan bo'lsa, remont qilgan bo'lsa, hozir endi Bir nechta. bir nechta emas, bir necha barobar ko'proq desa ham bo'ladi. Oldi sotdi qiyinlashdi. Bozor narx tashlayapti. Ya'ni olgan narxingizga sotish уже нереально bo'lib qoldi. Ilgari, то есть plyusga sotgan bo'lsangiz, уже hozir o'zini narxiga sotish ham nerealniy. То есть talab katta bo'lgan, taklif undan kam bo'lgani uchun bozor narxi постоянно plyusda yurgan. Hozir taklif ko'p, Talab kam. yo'q. Talab bor. Talab bor, endi Talab bor. Taklif talabdan ham ko'proq. vыбор, ya'ni O'sha tanlov hisobiga. juda katta. Yo, tanlov boshqa masala. Общий son jihatdan oladigan bo'lsak, talabdan taklif ko'proq hozir. O'sha bozorni ana narx-navosini shakllanishiga asos bo'ladigan narsalardan bittasi, ya'ni o'sha talab taklifga qarab, taklif ko'pligini hisobiga hozir bozor ancha narxlar tashlagan. Undan tashqari hozirgi finansiy, ya'ni состояние deymizmi yoki hozirgi holat dunyo miqyosidagi ishlab chiqaruvchilar, davlatlar orasidagi hamma narsani hisobga oladigan bo'lsak, nafaqat O'zbekistonda, hamma joyda hozir muammo bor. Yaqinda Valvalin kompaniyasi bilan konferensiya bo'lganda Serbiyadan, Yevropadan mutaxassis keldi. Kattaroq должностьda ishlaydigan odam savol beryapti. Mashinamga o'tirdi-da, Xitoy mashinasimi deyapti. Ha, noman gibrid. Tanishtirolmay boshqa narxini so'radi, hammasini so'radi-da. Keyin mendan endi feedback so'rayapti. O'zi qanaqa ekan deyapti. Endi o'zim bo'lishdim o'sha narsalar bilan-da. Keyin qarama-qarshi savol beryapman-da. Men so'rayapsan deyman. Desam, endi Yevropani bozor bizga ham qiziq-ku. Shunaqa. Men Yevropada bir yil yashaganman, bilaman. U paytda endi ancha oldin edi, Xitoy hali bozor egallamagan edi. So'rayman, nimaga qiziqyapsan Xitoy mashinasiga desam, biz ham qiziqyapmiz deydi. Yevropa bozoridagi sotib oluvchilar ham o'sha Xitoy bozoriga qiziqyapti. Nimaga? Arzonligiga. Chunki xuddi shu alternativani u bozor Amerika yoki Yevropa ishlab chiqaruvchidan olsa ancha qimmatiga oladi. Xitoy unga xuddi shu narsani arzoniga taklif qilyapti. Lekin olishga qo'rqyapti. Sababi nima desam, bir nechta dedi. Birinchisi, bizni qo'rqishimiz ertaga olgandan keyin narx tashlab olmaydimi? Ularda ham xuddi bizdagi muammo bor ekan, fikrlashi. Ilgari u narsa yo'q edi, hozir vaziyat o'zgargan deyapti. Bizda ham deyapti, biz ilgari u narsaga e'tibor bermasdik deyapti, hozir deyapti qo'rqyapmiz deydi. Yengil mashina olishga qo'rqyapmiz deydi. Даже Yevropadagi avtomobillar garaji eskirgan hozir. Ancha solishtirsak, Amerikaga nisbatan yoki Xitoy yoki boshqa davlatlarga qaraganda imенно aynan Yevropani bozori garaji shunaqa statistika bor, sredniy yoshi ancha eskirgan bizda hozir deydi. Ko'pchilik yengil mashinaga alishtirmayapti, qo'rqyapti deydi. Birinchisi o'sha narx tashlab yuborishi, ikkinchisi unga ehtiyot qismi mavjudligi, borligi и oxirgisi sifat. O'sha mendan sifat, o'sha ehtiyot qismi mavjudligini, natijasini so'rayapti-da, и oxirida narxni so'rayapti, qanaqa necha pulligini. U уже fikrlayapti. Men ertaga Xitoy olsam, nimalarga duch kelaman deb. O'shaning uchun ularda ham shu muammo bor ekan Yevropada. O'sha aytib o'tganimda mashinani oldi sotsa oz aytdingiz. Qanaqa o'sha hozirgi muammolarga qanaqa yechim qilish kerakki, чтобы misol uchun ertaga kelajakda shunaqa qiyinchiliklar bo'lmasligi uchun. Uslovni olaylik, tradingni olaylik. Nima deb o'ylaysiz? Misol uchun trading kelajakda qanchalik ommalashadi? Aka, hamma narsamiz o'zi xorijga qarab ketyapti. Qonunlarimiz ham, standartlar ham, yashash tarzi ham endi ming bor uzr. Fakti bundan qocha olmaymiz, baribir ham. Lekin trading O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo, SNG davlatlari uchun ham kelajak. Baribir o'sha narsaga boramiz. Trading bizda endi ommalashyapti. Mana Qozog'iston misolida oladigan bo'lsak, Qozog'istonda уже 10 yildan ortiq trading уже mavjud. Men endi o'zim qarindoshlarim ko'p bo'lgani uchun, oshna-og'aylarim ko'p bo'lgani uchun bilaman. Ular ancha oldin o'tib bo'lgan bu narsaga, bu tizimga, trading tizimiga. Avtosalonga boradi, eski mashinasini berib, yangi mashinasini haydab ketaveradi. Ozginadan keyin yana shuni o'zini olib boradi, o'sha avtosalonni o'ziga beradi, yana haydab ketaveradi.
u avtosalon o'sha mashinasini ikkilamchi bozorda o'zi sotadi yana. Kimgadir bera olmaydi. O'sha yangi mashinaga pul yetmagan kelib haydalgan bu deymizmi, o'sha ikkilamchi bozordagi mashinani olib ketaveradi. Avtosalon nafaqat yangi mashinalarni realizatsiyasi bilan, eski mashinalarning realizatsiyasi bilan shug'ullanadi. Ularda ancha oldin rivojlanib bo'lgan bu yo'nalish, bizda endi bu yangilik bo'lyapti odamlarga. O'rganib olguncha vaqt kerak bo'ladi. Ana bir marta tatib ko'rganidan keyin, uni foydasini bilgandan keyin, menimcha ham bu bozorlarda mashina sotishlar menimcha asta-sekin yo'qolib ketadi. Hozir ham borsangiz, Sergelida kam mashina sotayotganlar o'tirib mashina olganlar, to есть mashina yetarlicha, lekin mashina olganini deyarli ko'rmaysiz. Hammasi o'sha hozirgi ilovalar, zamonaviy uslublar, har xil kanallar, mana shu trading, har xil anaqalar bilan mashina alishtiryapti. Chunki siz ketkizgan nerv o'zbekchasini asabingiz, vaqtingiz, asabingiz, hamma narsani bundoq hisoblab chiqsangiz, tradingdagi sotgan narxingiz bilan bozorda sotgan narxingiz tafovutiga arzimaydi-da. Masalan, men o'sha Cobalt'imni 11 ming sotdim dedimmi? Agar bozorda sotsam, uzoq borsa 200-300 dollar qimmat sotarman. Lekin men unga qancha o'zim asabim vaqtimni ketkazib, menga u naborot hisoblab chiqsam, невыгодно deydi-yu. O'shaning uchun trading menga 100% keyingi mashinamni aniq bilaman, trading sotaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Chunki haqiqatdan bundoq olib qarasa, mashinangizni qimmat sotmoqchisiz, bittadan sotilmaydi, bittada sotilmaydi. Voh, bu degani stoyanka, ertaga soat shu yerda turadigan bo'lsangiz, abedingiz bor, yo'l kirangiz bor, boshqa. Bundoq hisob-kitob qilsangiz, baribir o'sha pul, o'sha narsa, lekin ketgan vaqtingiz, asabingiz. Kundan kunga, yildan yilga odam o'ziga komfort, ya'ni qulaylikni xohlaydi, olib kiradi. Mana shu qilayotgan ishlarimiz hammasi, jihozlarimiz, ishlarimiz hammasi o'zimizga, insonlarga qulaylik olib kelish uchun qilinayotgan narsalar-da. Yengillashtirish uchun, hayotda muammolaringizni kamaytirish uchun, asab saqlash uchun qilinayotgan narsalar. Nima uchun eskicha yo'lni tanlashimiz kerak? Trading zo'r variant. Men uchun. Endi bu narsa viloyatlarda qanchalik ommalashgan menga noma'lum, xabarim yo'q. Endi u taraf u bozorlarni ham o'rganish kerak deb o'ylayman. Lekin Toshkentda hozir ancha rivojlanib bo'ldi bu narsa. O'sha bir necha yildan beri bo'layotgan narsa ancha rivojlanib bo'ldi. O'sha bir marta sotgan odam o'sha boshqa bozorga borib o'tirmaydi, savdolashib ham o'tirmaydi, okay? O'zini sotish anaqasi bor, Prinsipi. predeli bor. Sotmoqchi bo'lgan narx o'zi kallada o'ylab qo'yadi. Bu yoqda ana bozorda bilasizmi, eng ko'p kim savdolashadi? Opsotlar savdolashadi. Nima deydi biz uni? Perikup. Sayyoh. Saygak deymiz, perikupshik deymiz, har xil deymiz-da. Masalan, men ham mosh sotmoqchi bo'lsam, telefon qilsa sira so'raydi, "Aka, tirikchilikmi?" deydi. To есть, sen o'zingnikini sotyapsanmi yo tirikchilikmi deydi. Tirikchilikdagi mashina savdolashib bo'lmaydi, aka. Uzoqchisi $50 $100 tushadi. Chunki u olib bo'lgan, o'zini foydasini qo'ygan, sotyapti-da. Siz agar u bilan savdolashadigan bo'lsangiz, uni savdasidan olasiz. U egasi уже sotib bo'lgan mashinani. Agar siz yo o'zim mashinam desangiz, sizga yopishadi. Nimaga? Chunki siz o'zingizning mashinangizni masalan 12 ming dedingizmi, 11,5 ga berishga ham ko'ndira oladi. 11 mingga berishga ham ko'ndira oladi. Chunki sizni kallangizda qaysidir minimum narx bor. Siz maksimum aytasiz, ko'proq xohlaysiz, конечно. U siz bilan savdolasha oladi bemalol. Bu opsotorlardan ming bor, uzr akalar. Aybga buyurmanglar, sirlarni ochib ular bilan savdolashish iloji yo'q. Chunki men ham o'zim shu sohada bo'lganman, aytdim-ku, boya boshida student paytimda bozorda mashina olib sotganman deb. Lekin men savdolashmasdim-da. Shu bozorchilar o'zi chiqardi, men mashina sotib beraman derdi. Men predel minimum narxni aytardim, bo'ldi, ular ketdi o'zligi $50 $100 bo'lsa ham o'rtaga zazorga kirib olib sotardi mashinani. Lekin ular bilan savdolashish iloji yo'q-da. Chunki u siz bilan bozorda pishti bo'lgan, orada zazor qo'ygan, yana agar kimdir yana oraga tiqilgan bo'lsa, 2-3 ta odam olib ketib qoladi inakda. Bo'ldi.
u bilan savdolashish $50 $100 maksimum. O'shaning uchun trading baribir nima deydi, qulayligi ko'p. Boyagi 2-3 ta odam aralashmaydi, boshqa qilmaydi. O'zingiz ham shu trading misolida mashinalarni almashtirib ko'rdingiz, qulayliklarini sezdingiz. Endi sizga savol, misol uchun bir oydan oshiq haydab yuribsiz mashinangizda, bir oy bo'ldi. Bir oy bo'libdi, rostdan. Shunaqa. Xo'p, top 3 ta sizga mashinangizda yoqqan funksiyalar. Yoqmagandan boshlasamchi? Qiziq. Eshitamiz? BYD haydab yurganlar yoki zamonaviy hozirgi mashina haydab yurganlarning eng katta muammolaridan bittasi hamma biladi. Uni aqlliligi yoki. Aynan xavfsizlik bo'yicha. Haddan tashqari aqlliydi yoki xavfsizlikni o'ylaydi. To'g'ri, sizni nima deydi, xavfsizligingiz ishlab chiqaruvchini anaqasida birinchi o'rinda nomeradi endi. Parkovkadan chiqyapman. Ana parkovkaga qarab yuradigan chiq deyapti-da. Bo'ldi, mashina yo'q, chiq deyapti. Mashinam yurmayapti. Men tushunmayapman. Endi mashina yangi egasiman, ko'prikdan keyin yo'q o'tirganman. Nimani bosib qo'ydim deb qidiryapman-da. O'zimdan xijolat, anta odam kutib turibdi, menga chiq deyapti. Ana uni oldi, men kulgi bo'lyapman. Mashinamda ham odam bor, qarab qo'yadi u. Tipirchilayapman-da. Topa olmayapman-da. Keyin tepdi-yu. Orqada turib olib, meni chaqiryapti, chiqqin deb. Partorni sezgan uni. Mashina bermayapti-da, yurishga gaz bosyapman, reagirat qilmayapti. De, keyin tepib oldi. Aka chekka chiqdi. Chiqib oldi. U ham ana ahvol, bo'ldi deb chekka chiqdi. То есть kerakli paytda borib shoshiltirib qo'yadi. O'rganib olganingizcha, adaptatsiya qilib olganingizcha, keyin xuddi shu narsani foydasini ko'rdim men. Qizim bilan bog'chaga ketaman ertalab. Anaqadamiz, ertalab probka oldimda mashina qo'zg'aldi-da, shunday qo'zg'alishi bilan men ham endi qo'zg'aldim, qizim chalg'itib qoldi. Sekund bo'layotgan narsa. Shuni qaraganim bilan men to'xtadi mashina. Taqa-taq. Men urdim deb o'yladim mashinani. Ana birdaniga такой shunaqa жёсткий ushlab qoladi. Blokirovkaga tushib qoldi. Endi qo'zg'aldim. Tezlik 10 ham emas, menimcha 10 ga ham chiqmadim hali. Shuni blokirovkaga tushib urdim deb o'yladim. Voy, aytmoqman-da. Kimdan qarasam, yo'q, mashina oldida rastlanglar bor. U akasi men tormozga reagirat qilmasdan уже yaqinlashganimni sezib, o'zidan o'zi to'xtab qoldi. Buni plus tarafi ham bor. To есть aytaman, mashina aqlli. Endi bu faqat BYD emas, hozirgi chiqayotgan zamonaviy, lekin imенно BYDda xavfsizlik juda ham anaqa ekan. Baland ekan. Keyin mashinadan keyin internetga tiklab o'tirasiz-ku, ChatGPTdan so'raysiz, Googledan so'raysiz. Xavfsizlik bo'yicha BYDda menimcha o'lim anaqalar juda ham kamagan. Случайлар. Albatta. Yaqinda anaqadagi Sergelidagi BYD servisdagi bolalar bilan ham gaplashdim-da. Aka dedi, men hali shunaqa avariyaga uchragan BYDni ko'rdim, xudo saqlasin, unaqa kun bo'lmasin, lekin bitta sarapinasi chiqib kelgan bo'ldi. Hech qilmagan, endi o'sha xavfsizlik kamari, xavfsizlik yostiqlari hammasi ishlaganda endi. Bitta sarapinasi chiqib kelgan dedi. Men qo'rqib ketdim mashinani dedi. Endi ana urilgan mashinalarni olib sotadigan, so'yiladigan mashinalarni ishlatigan bolalar bilan ko'rishib qoldim-da. Bu o'sha aqlliligi o'sha plusga ham minusga ham o'ynaydi. Kim uni qanaqa qabul qilishiga bog'liq. Xo'p, pluslari, eng katta plusi benzin zapravkaga qachon kirganim esimdan chiqdi. Yo'q. Birinchi hafta benzin quydim, keyin Qo'qonga borib kelishdi, video qildim, o'shanda benzin quydim. Bo'ldi, shundan keyin hozir 2,5 ming kilometr yurgan bo'lsam, 600 kilometr gibrid rejimda yuraman, 2000 ga yaqin faqat elektromobil rejimda yuraman. Ertalab, kechqurun kelaman ishdan, 220 ga hali ana bergan 7 kilovatlikni hali qo'ymadim. Vaqti bo'lmayapti. 220 ga shuni o'layman, zaryad qilib qo'yaman. Telefon zaryadga har kun qo'yamiz uxlashda. 1,5 kilovatmi bo'ladi? 1.9 gacha beryapti. Ikkini ko'rmadim, 1.9 ko'rdim. Ertalabgacha to'liq 100% qo'yaman. Kstati 80%, 80% boshqa bo'lmagan gap 100% qilib yuraveringlar. Hozirgi yangi o'qidim men hamma xarakteristikalarini уже BYD batareyka ishlab chiqarish bo'yicha topga chiqqan. O'zi bilasiz. Da. Hamma boshqa anaqalarga ham BYD berar ekan. O'shaning uchun
ani 80% gacha to'ldirish kerak ekan degan narsalarga ishonmanglar, 100% uraveringlar, hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. 100% qilaman, bo'ldi, shu 2 kunga yetadi. Bemalol 2 kun ishga boraman, kelaman, boshqa ishlarim bilan yuraman. 2 kunda bir, 3 kunda bir zaryadga qo'yaman. Faqat elektromobil. Bu birinchi anaqasi. Zapravka qilmay qo'ydim benzin. Gibrid, lekin faqat tok rejimda yuraman. Ikkinchisi komfort. To есть endi kimdir aytishi mumkin, ana li haydab yurganlar endi deyapsan deyish mumkin. Boyaga aytganimizdek, hamma narsani, to есть o'zini anaqasi bo'ladi. Grade bo'ladi-ku, pog'onalari bo'ladi. Men uchun hozir BYD eng komfortli mashina, haydagan mashinalar ichida. Uchinchisi bo'lsa, o'sha mashinani VTL funksiyasi, ya'ni mashinangiz как katta power bank batareyka uyingizga tok elektr energiyasini tortsangiz bo'ladi yoki qanaqadir tog'ga chiqsangiz, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yaqinda bo'ldi menda случай, uyimizda svet o'chdi. O'tiribman, uydagilar endi qizim sразу to'polon qilishni boshlaydi, televizor ko'raman, multik ko'raman deb lampochka yondi. Dedim, hozir dedim hal qilib beraman sizlarga dedim. Shuni chiqdim deb bagajni ochib, zaryadkalarni ulab, uyga endi ulayman desam, svet yonib qoldi. Ishlatib ko'rishga ulgurmadingiz. Hali ishlatishga ulgurmadim. Endi ishlatmayliganman. Endi baribir ham shunaqa случай bo'lib qolsa, nima deydi? Generator kerak emas demoqchiman-da. Bemalol foydalana olasiz. O'yladim, hozir batareykam kichkinaroq, 4-5 soat o'chib qolsa, nima qilaman desam, maniki gibrid-u. Bemalol zavod qilib qo'yib, u tok ishlab chiqaraveradi, to есть bespрерывный. Keyin muammo bo'lardi menda. Meniki endi ilgari Qibray tumani bo'lgan, hozir Toshkent shahariga o'tgan, tuziltiraman, svet ko'p o'chadi qishda. Hozir ancha kamaygan, ana shuni. Baribir ham o'chib qolsa, uyingiz bilasiz, отопительный sistemasi, isitish tizimi sovishni boshlaydi. Hozir o'ylab qo'ydim. O'tgan yili men generator sotib olaman deb yuruvdim, dollarga, $700 ga. Hozir u muammom yo'q. Chunki aniq bilaman, agar uyimda svet o'chadigan bo'lsa, bemalol mashina ulab qo'yib, uyimda bemalol foydalanaveraman. Xo'p. Eslatib o'tamiz. Farruh aka olgan avtomobil bu BYD Song Plus Champion gibrid, 150 kilometrlik gibrid. Xo'p, siz aytganingizdek, VTL funksiyasi, bu sizga o'sha aytib o'tgandek elektr energiyasi bo'lmagan paytda bemalol mashinangizdan, mashina как elektrostansiyaga o'xshab ishlaydi. Bemalol 220 volt mashinani chiqarib ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun bizda tek turlarimiz ko'p bo'ladi. Shu joy tanlaymiz. Ommaga ko'rsatamiz o'sha VTL funksiyalarini. Misol uchun xolodilnik ulaymiz, televizor ulaymiz, PlayStation ulaymiz. Yaqinda zo'r narsa bo'ldi. Ishxonadan kelyapman. Farg'ona yo'lida ikkita mashina BYD yo'l chetida turibdi-da. Orqadagi mashina, menga orqadagi ko'ryapti, zaryadkani tiqib qo'yganda, egasi yonida kutib turibdi-da. Men o'ylayapman-da, zaryadga qatnayapti, do'ma zaryad stansiya yo'q, yomon tarafda hech narsa yo'q-da. Keyin shuni yoniga o'tsam, oldidagi mashinaga ulab qo'yibdi-da. Hozir iPhone'da funksiya bor-ku, batareykasi ko'proqdan kamroqga shuni Type-C shuni ulab qo'ysangiz beraveradi-yu. Power bank kerak emas. Xuddi shunaqa narigi mashinadan bu mashinaga ulab qo'yibdi-da. O'tib ketganimdan keyin anaqaga lampochka yonida kallamga keldi, bilin zo'r kontent qo'yib yubordim nomani. Ancha yurib qo'ydim. Mashinada to'xtab, kelsam bo'lardi. Endi onamni bitta joyga olib borishim kerak edi, onam kutib turdilar. Shunga vaqt bo'lmagani uchun o'tib ketdim, keyin o'yladim, va zo'r kontent o'tib ketib qoldi. Keyin onamga aytaman, mashina o'tsam, og'irmadi, men kutib turardim, unaqa srochniy emas edi. Ondan srochniy kelgan deb yozganlar. O'sha funksiyasi asha zo'r. Anchadan beri benzin zapravkaga kirganim eslolmayman dedingiz. Buni siz ham bilishingiz kerak, rekuperatsiya bor avtomobilda. BYD avtomobillarida rekuperatsiya bor gibridda. Ya'ni siz sarflagan energiyangizni avtomobilga yana qaytarib kirgizadi. Bu degani yana qo'shimcha kilometrlar. Misol uchun benzin yutganingizda ham generator ishlaganda elektromotor so'laveradi. Aka, men anaqada test drive qilganimda, mashina haydaganimda test qildim-da shuni. Shahar ichida 4,5 bergan-ku, gibrid. O'sha videoni ko'rgan bo'lsanglar, ko'rganlar bordir oramizda. 4,5 bergan, по факту 4 litr yedi shaharda. То есть men полный bak to'lguncha quydim benzin. Shaharga chiqib ketdim, 100 km yurib keldim shahar ichida. Yana to'laligicha quydim. То есть men tabloga ishonmayman.
texnikaga ishonmang. U endi ana nisbiy ko'rsatadi baribir ham. O'sha to'lgunicha 4 litr ketdi. Ya'ni shu diler BYD 4,5 litr deb bergan bo'lsa ham Menga to'g'ri keldi. sizda 4 litr ketdi. То есть bu ham bitta o'sha plusi bo'ldi Plusi. olishimga sabab bo'lganlardan. Chunki ko'pchilik zaявлениyadan ko'proq yeydi-da. То есть qanaqadir условияlarda test qilgan bo'ladi-da, ko'proq yeydi. Masalan, men 60 km tezlikdan oshirmadim. O'sha o'zimizning shaharda условиясida haydadim. Men o'yladim o'sha rekuperatsiyani hisobiga kamroq edi deb o'yladim. Lekin gibrid mashinasi dalniga yurganingizda ko'proq yeydi. O'sha rekuperatsiyani bo'lmasligi hisobiga. Da, chunki торможение yo'q. Торможение yo'q, Faqat oldiga bosasiz. Da, faqat расход. Da, shunaqa. Xo'p, Keyin yana bitta moment ko'pchilik menga yozdi, shunda video qo'yganimda Instagramda kommentda, "Aka, sizniki 4 litr yebdi, meniki 7 litr, meniki 8 litr, meniki 9 litr" deb yozganlar ham bo'ldi-da. Agar siz 100 km tezligidan baland yursangiz, ya'ni 140, 150 tapit qilsangiz, yeydi. U faqat o'sha DVS motor ishlaveradi. DVS ishlaydi, u bor narsa. То есть oddiy mashinada ham masalan 10 litrli 100 kilometrga 10 litr yeydigan mashinada ham masalan 140, 150 bossangiz, u ham yeydi 15-16 litr. Endi o'sha 4,5 deb ko'rsatilganda ham standartlar bo'yicha yozib ketilgan, shu daftarchasida odamlar o'qisa, mana bundan oldingi podkastda ham shunda shu mavzu ko'tarildi-da. Nega расход ko'p, nega kam yoki iznashение, yonkisi tushishi, zaradkasi yetmasligi elektrda misol uchun-da. Va shunda aytib o'tishyapti. Men ham bilmasdim-da bu narsani. O'sha mashinaga bo'lgan kimdan o'ylab qarayman. Haqiqatda misol uchun telefonlarni ham zaradga qo'yamiz har xil. 15% bo'ladimi, bo'lmaydimi olib qo'yamiz, o'zini emas, original zaradkasiga emas, boshqa yoki kattani tok beradigan zaradga qo'yamiz, boshqa qilamizmi? Yonkisi tushmasligi qancha vaqt aniq qilishlari baribir texnika. Xuddi shunaqa oddiy mashinada ham tez yurib, haydashga bog'liq ekanda bu narsa. Model rivojlaniga bog'liq, chunki men undan oldingi videolarda ham o'zi eksperiment qilishni yaxshi ko'raman-da. Trassada haydab ko'raman, shaharda haydab ko'raman, Cobalt qilganman, boshqa mashinalarni qilganman-da. Ko'pchilik yozadi, aka, nerealniy deydi, unaqa benzin haydash deydi. Endi hammani haydash manierasi har xil-da. То есть kimdir bosib haydaydi, kimdir o'rta tezlikda haydaydi, kimdir past tezlikda haydaydi, kimdir qo'zg'alishda bosib haydaydi, keyin 60 ga chiqib olib sekinlashadi. То есть hammasi maniera vojleniyaga bog'liq, chunki baribir karokopiyada o'tkazish uzatmalarni o'tkazish pog'onasini ham RPM deymiz, o'sha оборот minutda unga ham ta'sir qiladi. Men ukam masalan o'zimni tog'am o'g'li bor. Meni mashinamni haydab kelsa, расход ko'tarib ketib qoladi. O'zim haydasam pasayadi. U nima qilib kelding sen? Aka, mashinamni bosish kerak deydi. Mana endi bu yerda kuzatuvchilarga bitta murojaatim bor. Bu yerda bo'layotgan fikrlar subyektiv baribir. Masalan, sizning o'zingiz fikringiz bo'lishi mumkin. Izohlarda yozib qoldiring o'zingizni fikringizni. Izohlarda ham yozib qoldiring va tushunish uchun o'sha yana bitta ta'kidlab o'tmoqchiman, subyektiv, ya'ni Farruxning o'zlaridan kelib chiqqan holda fikrlari sardori yokida meni o'zimni qanaqadir fikrlarim bo'ladi va har doim ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun agar sizda qanaqa boshqacha fikr bo'ladigan bo'lsa, uchun o'sha boyga aytib o'tgandek plus minuslarida yokida qaysidir momentlarda siz yo'q, mana bunaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, mayli yozib qoldiring, biz o'qib chiqamiz va Aka, men yana bitta shu gapingizga to'ldirmoqchiman-da. Men mana mega mozg zo'r professorman demayman-da, avtomobil sohasida. Ko'p narsani men o'zimni obunachilarimdan o'rganaman. Haqiqatan necha yillik ustalar bor, tajribasi baland ustalar bor. Ko'pchilik menga yozadi, qanaqadir mavzuni olib chiqsam, o'sha mavzuga yaqin mavzuni yoki boshqa biror bir odamlarni hozir qiynayotgan, ko'p savollarga sabab bo'layotgan mavzularni olib chiqadi yoki mana bunaqa bo'lyapti deydi. O'sha ma'lumotlarni yig'ib yana bitta kontent qilaman men. То есть men ulardan o'rganaman. Men aniq bilaman, hozir masalan biz ham podkast olamizda, BYDdan masalan sizlar BYDni представителlar sizlar, men o'sha BYDdan foydalanayotganman, lekin o'sha BYDdan 4 yil, 5 yildan beri foydalanayotganlar bor. Bizdan ko'proq ma'lumotga ega. Aniq bilaman, o'shalar yozishi mumkin. Yo'q, okey, bunaqa deb. U bizning bilimimizni oshiradi-da.
voy boshida ham aytib o'tdik, agar sizlarni qiynayotgan savollar bo'lsa yoki mana shunaqa yoritmoqchi bo'lgan mavzular bo'lsa, aytsanglar, yozsanglar, erinmasdan keyingi balkim chaqirsanglar, men bu meni birinchi podkastim, menga rosa yoqyapti, mazza qilib o'tiribman, gaplashib, ana to'xtatib bo'lmayapti deydilik. Shunaqa. Balkim keyingisiga chaqirsanglar, o'sha sizlar yozgan mavzuni biz olib chiqishimiz mumkin-da. Balki o'sha yozgan odamni ham taklif qilib, birga suhbatlashib o'tirishimiz Why mumkin. not? Shuning uchun agar sizlarga qiziqarli mavzular bo'lsa, o'zinglarni qiziqtirgan izohlarda yozib qoldiringlar. Aynan sizlar yozgan mavzu, savolinglar bizning keyingi podkastimizda aynan katta mavzusi bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, eng kreativ, qiziqarli yozgan kommentariyaga biz rozыгрыш qilamiz, ya'ni 10 ta Abozor Carwashdan sertifikat voucher, ya'ni 10 marta bemalol mo'ykada mashinangizni yuvib chiqsangiz bo'ladi. Mendan ham sovg'a bor. Uni endi hozir aytmayman. O'sha bitta odam, balki ikkita tanlaymiz, yoki bitta emas, ikkitadan. Savolingiz bor edi. Chambarak so'zini ma'nosi. Nimaga aynan chambarak? Uni ko'pchilik biladi. Okey. Ko'pchilik biladi. Kelinglar mana qilaylik. Sizlar kreativ komment yozgan odamni tanlaylar-da. Men eng yaxshi savol bergan odamni tanlayman. Bo'ladi? Bo'ladi. То есть Sovg'aga ikkita sovg'a qilamiz-da, sizlar o'sha 10 ta mo'yka deylar. Men o'zimni maxsus sovg'am bor beraman. O'sha kuni aytaman. ya'ni Bizda описаниеda ham bo'ladi, hozir ekraninglarda ham chiqib keladi. Chambarak bizani profillari, kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Bizani sovg'a bizani profilda va bularning sovg'alarini bularning profillarida bemalol ko'rib kuzatib, sovg'a egasini aniqlaymiz. Farruh aka, sizga katta rahmat. Mazza qildim lekin. Suhbatlashdik. Xudo xolasa, bu oxirgisi emas deb o'ylayman. Xudo xolasa. Albatta. Va albatta BYD Avtozon ofitsialniy diler, kelinglar xarid qilinglar. Toshkentda 4 ta filialimiz bor. Viloyatlar bo'yicha Farg'ona, Jizzax va Navoiy tez kunda. Kattakon rahmat. Hammanglarga rahmat aka. Rahmat sizga. Topinglar.